Aziz kuzatuvchilar, kabeshimizning vaqti keldi. Trekker ishi tugadi, уже yig'ilyapti trekkerimiz. Kabesh katalizatorini ko'ramiz akalar. Kabesh katalizatorini ochamiz akalar. Xo'sh. Bu mashina ham boyagi trekkerga o'xshab bo'g'ilgan, qaltiragan, xullas kalom. Nima bo'lsa bo'lgan. Katalizator ahvolini ko'ryapsizlarmi? Gulga o'xshab, chiroyli, suvnerga o'xshab yerib o'zgan. Xo'sh, bu katalizatorlar akalar 70 mingda 80 mingda eriydi. Liboy mashinaniki, Niktovka K5. Hyundai, Kia hammasi shunday bo'ladi. Inomarkalarda ham akalar. Ko'rib turganlaringizdek, Liboy mashinaga katalizatorlar topiladi akalar. Olinmaslik aloqaga chiqinglar. Alloh masol yarasaydi Muhammad. Akalar, o'zimizda 07 Jiguldan boshlab Gelik deysizlarmi, Tahoe deysizlarmi, Traverse deysizlarmi, Trailblazer deysizlarmi, Hyundai'lar mana komplekt yangi pochkasidan xohlagan mashinalarga topiladi akalar. Подписка, like, отметка esdan chiqmasin, ko'proq odamlar ko'rsin deymizda, podдержка bo'ladi bizga.